$850 puli bor aka-ukalarimiz, videoga yaqinroq kelinglar. Umra safari haqida gaplashamiz. Ota-onamni duolarini oling, yaqinlarimni, ayolimni, farzandlarimni duolarini oladigan, xursand qiladigan aka-ukalarimiz videoga yaqinroq kelsalaring, umra safari haqida gaplashamiz. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, qanaqa qilib $850 puli bor aka-ukalarimiz umraga jo'natsa bo'ladi yoki o'zlari borsa bo'ladi, shuni batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda Centrum Holidays firmasi tomonidan qo'yilgan reyslar, 14 kunlik umra safari, qayerlarda ziyoratlar bo'ladi, qanaqa sayohatlar, ibodatlar bo'ladi, barchasini batafsil ma'lumot beramiz. Umra safari xudo xolasa 14 kunlik bo'ladi. 2 kecha 3 kunduz Madinada bo'ladi xudo xolasa. Makkada 11 kun bo'ladi. Madinada Gasinsoy alo masofasi 200-300 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi. Jicha uzoqroq, jicha yaqinroq bo'lishi mumkin. Buni to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Makkada xudo xolasa 5 mahal namozga doimiy avtobuslar qatnaydi. Bemalol o'sha avtobusga chiqib, borib qatnab ibodatlar qilib kelsalar bo'ladi. Oziq-ovqatlarga keladigan bo'lsak, Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, xudo xolasa. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Bemalol o'sha chiroyli o'zbek milliy taomlar qilib beriladi. O'zbek qo'ri akalarning xizmatda turishadi, yaxshi ovqatlar bilan siylashadi, xudo xolasa. Ziyorat sayohatlarga keladigan bo'lsak, xudo xolasa o'sha mutaxassis 50 boshlarimiz sizlar bilan o'sha ziyorat sayohatlar birgalikda qilishadi, yo'l yo'riq ko'rsatib o'rgatishadi. Mana bunaqa, mana buni qilsalaring bo'ladi, bu amalni qilib bo'lmaydi deb o'rgatishadi hammasini, xudo xolasa. Birinchi bo'lib Madinadan boshlanadi ziyoratimiz, xudo xolasa. Payg'ambarimiz razlariga ziyorat boshlanadi. Xurmo bog'i, Qubo masjidi, Hiro g'ori, Arafat tog'i, Muzdalifa, Qizil dengiz, Toyif shahri, shunga o'xshash ziyorat sayohat ibodatlarimiz bor, xudo xolasa. Nimaga Toyif shahriga chiqib kelgandan keyin ikkinchi marta umra amalini qilsalaring bo'ladi. Bitta to'lov evaziga ikkinchi marta umra amalini qilsalaring bo'ladi. Bir marta to'lov qilasiz, ikki marta umra amalini qilsalaring bo'ladi. Bu juda ham muhim joy, chunki bitta to'lov qilganingizdan keyin ikkinchi marta umra amalini qilsangiz, har bitta ziyoratchimizga, o'sha har bitta bizni kuzatib borayotgan obunachilarimizga bu qiziqarli tomoni, to'g'risi, bitta like bosib, mana shu yerga inshaalloh ota-onamni olib boraman, yaqinlarimni olib boraman deb kamchilik fikrlaring yozib ketsalar, juda ham xursand bo'lamiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Firma tomonidan beriladigan sovg'alar bor. O'sha bitta to'lov qilasizlar, bo'ldi. Keyin ortiqcha to'lov qilmaysizlar. Bitta bejik beriladi, har bitta ziyoratchiga alohida bejik beriladi. Kamzil beriladi. Keyin so'mka beriladi. Xudo xolasa, har bitta ziyoratchiga alohida beriladi. Qaytib kelayotgan, bu ketishlayingda beriladi. O'sha 14 kundan keyin ziyoratlar qilib bo'lib, xudo xolasa qaytayotganlaringda 5 litr zamzam suv beriladi. Har bitta ziyoratchiga alohida beriladi. Endi yosh katta ota-onalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, oyoqlari og'rib, o'sha ko'p yurolmaydigan insonlar uchun aravacha masalasi, Farg'ona olib ketsalar ham bo'ladi. Farg'onadan o'sha aravachani olib ketasizlar, samolyot ortiqcha to'lov olmaydi, xudo xolasa. Endi samolyotga chiqayotganlaringda chamadonlaringga 20 kilo narsa olsalaring bo'ladi, qo'llaringga 5 kilo narsa olsalaring bo'ladi. Xudo xolasa bunga ortiqcha to'lov yo'q. Endi kilosi oshib ketadigan bo'lsa, to'lov qilishlaring mumkin. O'sha kilosi, misol deylik 20 kilo bo'lsa, sizlar 30 kilo olsalaring, u ketishda ko'pchilik ko'p narsa olib ketmaydi, lekin qaytishda haligi sovg'a salom olinadi, qarindosh urug'larga, qo'ni-qo'shniga, yaqinlarga sovg'a salom olinadi. O'shaning uchun agar mabodo 30 kilo bo'lsa, o'shanda o'sha 10 kilosiga to'lashlaring mumkin. Endi imkoniyat darajasida o'sha 20 kilo olib borib, 20 kilo olib kelsalaring, xudo xolasa hech qanaqa ortiqcha to'lov bo'lmaydi. Chiroyli borib kelasizlar, xudo xolasa. Eng yaqin sanalarimizga hozir 3 fevral kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. Adashmayotgan bo'lsam, Farg'ona Jidda bo'yicha reysimiz bor. Buni narxi $950 deb belgilandi. $850 deb boshladim videoda. Qanaqa desalaring, vizangiz bo'lsa, bir kishiga $850. Vizangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, bir kishiga $950 Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reys bor. Centrum Holidays firma tomonidan qo'yilgan, xudo xolasa Farg'onadan Jiddaga premyer reys tushasizlar, xudo xolasa. Bundan tashqari 10 fevral kuni Farg'ona Jidda $980, vizangiz bo'lsa $880. 17 fevral kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reys bor, $1100 deb belgilandi. Agar vizangiz bo'lsa $1000 ga bemalol borib kelsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Bitta viza 3 oyga beriladi. Misol uchun biror oy oldin borib kelgan bo'lsangiz, yana boraman siz bemalol o'sha vizangiz yetadigan bo'lsa borib kelsangiz bo'ladi. 24 fevral kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reys bor, xudo xolasa. $1200 deb belgilandi. Vizangiz bo'ladigan bo'lsa $1100 deb belgilandi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda nomerlarga aloqa qilsalaring, xudo xolasa chiroyli ishlaringizni qilib berishadi. Litsenziya N0014 Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor. Kelib, ko'rib, tanishib, ma'qul bo'lsa rasmiy kassa bor, o'zbek so'mida bemalol to'lab ketaverasizlar. Sizlarga chek berishadi.
pasportlaringiz shu vizalarni chiroq qilib chiqarib, joylarni bron qilib, ishlarni bitkazib berishadi. Agar siz boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bilan 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatiladi, xudo xolasa, onlayn ravishda. Telegramda, WhatsAppda aloqa qilsalaring, sizlarga xudo xolasa operatorlarimiz javob berishadi. To'lovga keladigan bo'lsak, bank shot raqamini tashlab berishadi. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. To'lov qilib bergandan keyin chek beradi bank. O'sha chekni Telegramdan aloqa chiqib turib, o'sha chekni tashlab berasizlar. Zagram pasportlaringni o'sha ketadigan odamni o'zini tashlab bersalaring, joylarni bron qilib berishadi. O'sha misol uchun deylik, 10 fevral kuni ketasizlar deysa, 10 fevral kuni mana soatga deb aytishadi operatorlarimiz. O'sha soatga aeroportga kelib turasizlar, xudo xolasa. Mabodo endi videolarimizda kami ko'z bo'lsa, qanaqadir noto'g'ri endi haligi nimasi kami ko'z gapirib qo'yganmiz, uzr so'raymiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Kommentariyaga fikrlaringizni yozib ketinglar. Agar mabodo mana Central Holdings firma tomonidan borib kelgan aka-ukalarimiz bo'lishadigan bo'lsa, kommentariyaga biz borib keldik. 50 bosh xizmati shunaqa bo'ldi, misol uchun oziq-ovqatlar bunaqa bo'ldi, gaz insonlarlarim shunaqa bo'ldi deb aytib ketsalaring juda ham xursand bo'lamiz va bu keyingi bormoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Menimcha hamma ma'lumotlarni berdim deb o'ylayman. Kami bo'lsa o'sha yozib ketsalang, keyingi videolarni to'ldirib, chiroyli qilib yana ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Tan joylaringiz sog' bo'lsin. Umraga bormoqchi bo'lgan aka-uka, qarindosh urug' tanishib bilishlarga tashlab qo'yinglar, sog' bo'linglar.